faqat og'izda emas, amalda ham shunga yarasha ish bo'lyaptiki, bemalol gapiryapmiz buni. Zazorini o'zingiz bitta ko'ryapshingiz mumkin. Bir dona samarangiz urilmagan, na bu yog'ida, na bu yog'ida buni ko'ryapsiz. Bir dona samarangiz urmaymiz deb katta gapiryapsizlar, o'zi bir nima qo'yayotganlaring nima qilyapsizlar deganlar uchun mana bu yog'ini ham mana ko'ryapman. Ideal. Birga bir kelgan joylarini mana ko'ryapshingiz mumkin. Bu yerda pastdan kranchtellari qo'yilgan, ruchnoy platalar ishlaydi. Ruchnoy bitta tortadigan bo'lsalar, ruchnoy tortib oladi. Ruchnoyi, misol uchun mashinani zavat qilgandan keyin bitta gazni bosadigan bo'lsalar, ruchnoydan o'zi avtomatik chiqib ketadi. Bu yerda parrandalar yuguradigan bo'lgan. Bu yerga vinterni qo'yib berganmiz. Bu yerda podogreflari, o'nchap podogreflari, и bu yerda yana nima besprovodnoy zaryadkalar, xullas hamma narsasi full variantda ishlayapti. И Malibu 2 rulimizni anatomiya versiyasidan ustonovka qilib berdik. Ishlari tayyor bo'ldi. Xudo xolisa mashinani akamlarga berib yuborish jarayoni. Bemalol Gentra, Spark, Nexia 3, Cobalt, Tracker, Onyx avtomobillariga tayyor o'zi uchun ishlab chiqarilgan barra elite avto tuning kelib ustonovka qildirib ketsangiz bo'ladi. Barimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan, Xitoydan tayyor kelyapti. Shu sanab o'tgan mashinalarimga narx qizuv bo'ladigan bo'lsa, mana mashinamda narxini eshib deb yozing, men sizga kommentariyada ochiq oydin narxini aytib qoldiraman. Demak, oshing halol bo'lsa, ko'chadagi o'sha gap, o'sha va'da, xolos barra qatta chiroyli ustonovka qildirishni bilib oldingiz, bemalol tashrif buyuraverasiz. Salomat bo'ling.